Assalomu alaykum barchaga. Mana men hozir sizlarga Beliver kompaniyasining marketing qismini tushuntirib berishga, yoritib berishga harakat qilaman. Zero bu marketing qismini tushuntirishim kimlargadir asqatadigan bo'lsa, shu insonlarning ham hayotini o'zgarishiga, rizq kirishiga sababchi bo'lsa, mana shunaqangi O'zbekistonda sog'lom insonlar, boy insonlar ko'paysa, bundan men yanada xursand bo'laman, kimgadir yordamim tekkanining evaziga. Oxirigacha videoni ko'rishingizga maslahat beraman. Sababi sizni qiziqtiradigan barcha savollar aynan shuning ichida. Ko'pchilik insonlar mana shu mahsulotning orqasida imkoniyati bor ekan, sizga daromad beradi deb ma'lumot beradigan bo'lsa, tabiiyki insonlar noto'g'ri fikrlashiga, noto'g'ri o'y bilan ketishiga sababchi bo'lyapti. Aynan mana shunday insonlar uchun men marketing qismini tushuntirib bermoqchiman. Beliver kompaniyasi hech narsa sotmaydi, faqat mahsulotlarni hamkorlari orqali tanishtirish evaziga mana shu hamkorlari orqali mahsulotlarni kimgadir sababchi bo'lish evaziga internet magazin, internet pochta orqali yetkazib beradi. Bu yerda hech qanaqangi sotuv yo'q. Faqat mahsulotni siz o'zingiz sog'lig'ingiz uchun sotib olasiz, orqasidagi biznesi tekin bo'ladi. Tekin biznesdan hech qanaqangi solig'i yo'q, hech qanaqangi problema, kommunalnisi yo'q. Magazindan foydalanishni istaydigan insonlar uchun 21-asr biznes marketingi. Xo'sh, eshitishga tayyormisiz? Marhamat. Beliver kompaniyasining asosiy missiyasi birinchi o'rinda sog'lig'ini tiklash bo'lsa insonlarning, ikkinchi o'rinda shu sohani o'rganishini evaziga, shogirdlarini ko'paytirish evaziga, shogirdlarning ham uyiga rizq kirishiga sababchi bo'lish evaziga katta daromadlarga ega bo'lishadi. Hozir men sizga faqat shunchaki qisqacha qilib tushuntirishga harakat qilaman. Beliver kompaniyasi 3 xil daromad beradi. Ya'ni daromad turi 3 ta. Birinchi daromad turi Magic Pack loyihasida $30 rekrut bonus deyiladi bu. Beauty Pack loyihasida har bitta taklifingiz uchun $120 dan beradi. Bu birinchi daromad turi. Ikkinchi daromad turi kichik bonus. Ya'ni siz taklif qilgan har bitta inson uchun kompaniya 6 oy mobaynida $42 binarning hisobiga daromad beradi. Beauty loyihasida $20 dan daromad beradi 5 oy davomida. Uchinchi sovg'a daromadi bo'lsa bu sovg'alar. Xo'sh, sovg'alar qanday bo'ladi degan savol tug'iladi. Sovg'alar siz tayyorlagan shogirdlaringizning ko'pligiga qarab turib, kompaniya sizni e'tirof qiladi. Har bir sohada ham e'tirof bor. Albatta, o'sha qilgan mehnatingizni ko'rsatib bilishingizni evaziga. Aynan sistema xuddi shunday tuzilgan. Bu